O'rtoqlar, biz hozir palatalarni ko'rgani keldik, statsionariga kirdik. Statsionarda 12 dan 4 gacha umuman yaqinlari ham kelishi, boshqalar ham kirishi mumkin emas ekan, chunki bemorlar dam olar ekan. Operatsiyalardan keyin kelinglar ko'ramiz hozir statsionarda. Qaranglar, hozir bu statsionarlarning ichkarisini sizlarga ko'rsatamiz. Ketdik, yuring. Bu bizada standart palata, bir kishilik, mana ko'ryapsizlar, bir kishilik koyka bu yoqda. После operatsionni, misol uchun operatsiyadan keyingi ham bemorlar bizada shu yerda mana lecheniya olib, operatsiyadan keyin shu yerda davolanib yotsa bo'ladi. Yonlariga ухаживающий kelsa, ухаживающий ham o'tirsa bo'ladi. Yoki mana ухаживающий uchun soat 9 dan keyin shunaqa kravatligisi bor ekan, ochilar ekan, dam olar ekan yonida qarovchi odam, keyin yana yopilar ekan. Qani sizlarga bunaqa ideya? Agar siz yaqinlaringizni Turkiyaga davolanish uchun jo'natmoqchi bo'lsangiz va bizga juda ham ko'p savol berishadi, men ham borib tunasam bo'ladimi degan. Mana shu больницада biz ko'rdik, Guven degan больница. Bular aytishyapti, bu joyda patsient kelib shifolanish ichida ularga alohida yaqinlar uchun o'sha narxi ichida ularga ham joy qilib berish ichida bo'ladi. Bunaqa больница hali biz ko'rmadik. Mana Guven degan больница Turkiyada joylashgan. Mana razvoyda, одноразовый patsient kasallarimiz uchun одноразовый hammaligisi uchun sterilniy, yangi, toza kiyimlar berib, shuni kiyib olishadi. Keyin bemalol buni olib ketsa ham, bu yoqqa ham tashlab ketsa ham bo'ladi.